Hammaga salom. Hozir men пятновыводитель haqida qisqacha rolik qilmoqchi edim. Oldindan tayyorlab oldim. Toza sochiqqa mana soya bilan ketchupni tomizib, yeshimdirib olaman. Keyin пятновыводительni suvga solamiz. Shuncha solsa ketadi. Aralashtiramiz. Va bu dog'i bor sochig'imizni shunga yutib qo'yamiz. Endi esa kutamiz. Mana 5 daqiqa taxminan o'tdi. Yangi dog' bo'lgani uchun ko'p kutish shart emas deb o'ylayman, yetarli deb o'ylayman. Chunki agarda eski dog'lar bo'lsa, ko'proq o'tib qo'yish kerak. Soatlab o'tib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'ramiz. Mana bu safar ham bizani uyaltirmadi. Ketchup mayonezdan anaqa soyadan to'risha. Soyadan iz qolmadi. Mana пятновыводитель sizlarga bemalol rekomendatsiya qilishimiz mumkin. Juda ham kerakli vosita.